Birinci bab İnik ana. 1941 yıldan keyinki Sovet mustamlikasidagi Turkmeniston. Yavuz Bek bilan Malika Kunchechak o'zining e'tiborli o'g'li Pashaxonni bu adolatsiz dunyoga tashlab qo'yib ketib qolishdi. Ata-onasining dunyodan xo'shlashgan kunida kun bilan oy bir yerga kelib, zaminni qorong'ulik qoplagan, ya'ni Turkmeniston zaminida kun tutilgan bu kunda tog' qaptilidagi o'rmonlikda bu bola dunyoga keldi. İnik ana jinidan aziz ko'rdigan qizi Kunchechakning meyti bilan xo'shlashgandan keyin bu vaqtni bag'riga chang besib, tumanning jafolari bilan tog'dan tushishga majbur bo'ldi. Anasının issiq o'g'il sutini eg'iziga ilishga ulgurolmagan bu bovoq ochliqdan ingrab yig'laydi. Allah shubhasizki nihoyat qudratli edi. Suvsiz cho'lda yumron giyohni undirgan bu zot bu yegona bovoqning bu dunyodagi rizqini tehi uzmagandek qiladi. İnik ana bovoqning echinishli yig'isini to'xtatish uchun Allohga zo'r umidlar bog'lab, o'zining ko'ksini bechora bovoqning og'ziga soldi. Bovoqning zamindan ketgisi yo'q edi. U bar kuchi bilan onaning ko'ksini sho'raytdi. Ulug' Allah bovoqqa iltifot qildi. Yoshli cho'ng İnik onaning ko'ks tomirlari siyqirgandek bo'lib, bovoqning yig'i ovozi pasaydi. Gerçi İnik onadan bulduqlab oq sut etilib chiqmagan bo'lsa-mu, lekin sutga o'xshaydigan bir xil suv uning ko'ksidan bovoqning vujudiga oqatdi. Bovoqning tashnaligi qandi. İnik ananing minib mang'udek ulug'i bo'lmag'achqa tog'dan piyoda tushishga majbur bo'lgan edi. Uning putlari qapirib, topallari yerildi. O'shnisiga ortib olgan ig'ir bo'xchi bilan quchqidagi yangi jon uning yashangan tenini egib oldiga bir qadam ololmas qilayotgan edi. Lekin qizi Kunchechakning o'limi ham o'zining bovoqqa bo'lgan onalik mehri uningga cheksiz kuch-quvvat ato qildi. U livini tishlab xatarga to'lgan qiyochiliklardan eshib menishni davomlashtirdi. Qora bo'ynoq gohida ularni qo'g'dab, gohida ularga yo'l boshlab oldida mang'atdi. Mana mushundoq necha kunlik jafo mushaqqatlik tog'dan tushish safaridan keyin İnik ana oxiri holsizlangan holda yilqi bozorga kirib keldi. U zargarning kimligini ilgari Yavuz Bekdan anglag'achqa udul zargar bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Lekin İnik ana bu ishlarning uncha oddiy emasligini biladi. Chunki Yavuz Bekni Rus qurolli kuchlar tutib olmasa, o'g'ri qaroqchilar yoki xatarlik tog' yo'li uningga hech nima edi. Shunga u bir yerga tushib aram olmoqchi bo'ldi. Yotoq danglar uningga nisbatan bexatar emas edi. Chunki uning o'shnisidagi bog'chida hisobsiz boylik yoshiringan. Bu boyliqlarni o'zining e'tiqodi va aqidasi bo'yicha quchqidagi bovoq bolaga shundaqla xonadonlikning yangi xoniga sog'-salomat topshirib berish kerak edi. U holsiz qadim bilan bozorning ichidagi ko'ngli tortgan bir uyga kirib panohlik tiladi. Uy egisi bag'ri yumshoq odam bo'lg'achqa ularga ichi og'rib ehson qildi. Әтсі бамдат vaqti bilan put-qo'li telib ma'lumog'dek bo'lib ketgan İnik ana og'riq azobiga chidab uy egisi bilan xo'shlashib rastiga chiqdi. U oldi bilan yuragiga toshni qo'yib, o'ziga ergishib olgan nasllik qora bo'ynoqni ko'ziga yosh olg'inicha o'tkinchi bir odamga berib etdi. Ondan bu vaqtni quchoqlaganicha masjid tarafga berib namoz bomdoddan yongan kishilarning chiqishini kutib turadi. Kishilar masjiddan yong'anda İnik ana jamoatning oldini to'sib, quchqidagi bovoqning o'zining navrisi ekanligini, onasining tug'utda tugab ketib, mushalga kelib qolganligini, bo'lsa yangi tug'utliq biror oilaning o'ziga xayr ehson qilishini o'tindi. Jamoatning birdak İnik anaga ichi og'rishdi. Ularning ichidagi bir qanchaylan uyda qizi yoki kelinining yangi tug'utliq ekanligini aytib, İnik anani uylariga taklif qilishdi. İnik ana xushalliqidan ko'z yoshi qilib ularga rahmatini bildirgandan keyin ularning ichidagi yurish-turish pokiza, salobatlik biraylarning kaynidan ergishib mangdi. Ular uyga borguncha İnik ana u yer bu yerdan gap qilgan bo'lib, bu o'ttir yoshdan oshgan kishining ahvolini qisqacha egilab, ko'ngli amin topdi.
Chunki xonlik davrida xonlikning shahzodasini yoki malikasini emitmoqchi bo'lgan ayolning 7 ajdodi nasabi qattiq surishti qilinib, inik ananing oliy nasablik bo'lishini alohida ta'kidlaydi. İnik ana gerçi unchalik tafsiliy surishti qila olmagan bo'lsa-mu, ammo bu kishining necha avlod Tevib oilasidan kelib chiqqanligini, ayolining ko'nidan ko'na dindor oiladan kelib chiqqanligini bilib, olamcha xushal bo'ldi. Ular uyga kelganda quyosh endi ufqdan beshini ko'targan bo'lib, ozoda ham pokiza ho'yla kishiga bir xil mehr issiqlik tuyg'usi beradi. Tevib inik anani ichkirgi uyga boshlab kirdi. Nars keraklar ratliq qo'yilgan uyning ichki supasida chiroyli bir juvon bolasini emitguncha yotgan ko'rpa ichida urinib o'ltiradi. Qizim, qarg'ina, sana Allohning bir mehmonini boshlab keldim. Bu o'g'ilni o'g'lingga juplab olgin. Bu mu Allohning bizga qilgan iltifoti, dedi Tevib inik ananing quchqidagi bovoqni zaks bilan ko'tarib qiziga sung'ach. Bu bechoraning onasi vaqtsiz ketib qopti. Texi aran 7 kunlik bo'pti-ken. Uni sutingga bir qandirg'ina qizim. Juvon bovoqni qo'sh qo'llab oldi. U kulimsirguncha bovoqni erkiltib, "Voh, quruğuyning o'zi ekan-ku bu bola. O'g'limdan arali 3 kunlik cho'g' ekan. Qani bolam, to'yga tushirg'in. Men sening o'z onang." Bovoq zo'q ishtiyoq bilan yangi onasini kuchab emishga boshladi. Tevib qizining bu ishidan bak xushal bo'ldi. Qizning onasi paydo bo'lib, qiziga madad qilib, bu ishini tabrikladi. Inik ana bu oiladagi yaxshi kishilardan ta'sirlanib, ko'z yosh qilib, Allohga shukri, hamd va sanolar o'qidi. Ularga uzun duo qildi. Inik ana tarbiya ko'rgan, bilimlik ayol bo'lganning ustiga bakli kelishgan chiroyli ayol edi. Gerçi u yaşangan bolsa-mu, gap so'z, ish-harakatda xonish oyimlardek latofatli edi. Shunga uydagi ayolning o'ziga sal-pal diqqat qilib qolganligini sezib qolib, ularning uyda o'ltirib qolsalar degan talabini chiroyli rad qildi. Ham bolani kunda necha vaqt akilib emitib turadiganligini aytib, ular bilan xo'shlashdi. Inik ana eg'ir bo'xchisini o'shnisiga artib, bu vaqtni ko'tirguncha yana ko'chaga chiqdi. Dalada bir yerga kelib, bo'xchi ichidagi uncha yoqutlar ichidan 2 tal oltin tillarni elib, kichikroq bir zargarchilik do'konida uni qog'oz pulga almashtirdi. Inik ananing ostonada urug' tuqqanlari bo'lsa-mu, u quchqidagi podshoxonning bexatarligini ko'zda tutib, mush yurtda qolib qoldi. Aldı bilan balani 2 yoshigacha emitib olishni o'yladi. Chunki inik ananing o'rnida turadiganligini, shundaqla uning malika kunchichak bilan birla vaqtda yo'qab ketganligini butun ostona ahli biladi. Inik ana balani vaqti qaralida emitish ishini o'ylab, Tevibning uyiga yaqinroq bir yerga o'rinlashmoqchi bo'ldi. Lekin uning bo'xchisidagi dunyo inik anani bakli besaramjon qilgan bo'lib, uni sog'-salomat egasiga yetkazish bas mushkul bo'ladi. İnik ana surishti qilish orqali Tevib turadigan ko'chaning oyog'ida o'ltiradigan kishilar taqvo deb qaragan bir kishining uy eshigini chekdi. Uy egasi 40 yoshlarning qarasini olgan kichik tijoratchi bo'lib, yashangan inik ananing holiga ich og'rib, ayoli bilan maslahat qilg'ili kirib ketdi. Inik ana qo'liga bir tutam pulni elib, ular maslahatlashayotgan hujraning eshigini chekdi. Ondan uydagi ayolga o'zining uy ishlarini yaxshi qila oladiganligini, yaqa yurtdagi o'g'lining vaqti-vaqtida o'ziga turmush puli avatib turadiganligini, navrisini emitish ishini o'ylab bu yerda turib qolg'usi borligini tovanchilik bilan o'tindi. Tijoratchining ayoli ko'ngli yaxshi ayol bo'lsa-mu, uyning ancha cho'ng emasligini o'ylab, inik anani yo'lga selib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Lekin inik ananing qo'lidagi bir tutam pulni eri necha oy ko'chama-ko'cha to'g'lab yurib topadiganligini bilib, u bu qaroridan yondi. "Bo'pti ana, mush uyda tursizlar. Sizlarni ko'rib, anam rahmatlik yodimga kelib qoldi." Ayol shundoq degach, inik anaga cho'ng o'g'illar turadigan uyni bekorlatib, 2 o'g'lini uyning ustidagi balxonaga yo'tkadi. Inik anamı darhol qo'lidagi qog'oz pullarni tijoratchining olg'usi bo'lsa-mu, adab yuzidan alg'il unmaydiganligini bilib, hovlida o'ynayotgan kichik bolalarni qo'liga tutqizib ulgurdi.
Inik ana bu uyga o'rlashgandan keyin shu oqshimi bog'chisidagi boyliqlardan o'ziga lozim deb qaraganlarni xatir yo'qlarini ilg'ab elib beliga tengib olgandan keyin bog'chidagi qolgan ko'p miqdordagi boyliqni boshqa bir mata raxtga qatma-qat o'rab o'zi yotadigan supaga chanmog'idek qilib ko'miyotdi. Bala necha kun yaxshi oziqlanolmay to'satdan ona sutini emgachga kecha-ichi bearam bo'lib yig'lab chiqdi. Balani qo'riqtash ishlari bilan ovora bo'lib tuzuk uxlay olmagan inik ana saharda balani elib tevibning uyiga balani emitgili elib bordi. Ham ularga pul bilan odamgarchilik qildi. Shuning bilan uy ichining kayfiyati texim yuqori ko'tarilib, ular inik anaga bo'lgan hurmati va amroqligini hasilab oshirdi. Inik ananing butun xiyoli Yavuzbekning izdirikini qilib beqish bo'lg'achqa, u balani juvonning yenida birdam qolib qo'yib, Yavuzbek muomala qiladigan ilqi zargarning uy tarafga qarab mandi. U oldi bilan avat rastidagi tikuvchilarning shoyi dordurlardan tikkan kiyimlaridan boshdan oyoq bir qur setib oldi. Ondan hammomga berib pokiza yuyinib taralgandan keyin setib olgan kiyimlarini kiyib, o'ziga xos holda yasandi. Inik ana tog'da yashab, oddiy kiyimlar bilan yurib, bu bozorga kelgan bo'lg'achqa, uning mushtobdagi holati bilan bayamqa chog'dagi holati osmon zamin farq qildi. U udul helqi zargarning do'koniga bordi. Zargar ustam do'konida bo'lib, qaddi qomati kelishgan bu ana sifatli ayolni ko'rib, o'rnidan turib, unga hurmat bildirdi. U inik ananing tashqi ko'rinishidan uni cho'ng shahardan kelgan katta boyning ayoli bo'lsa kerak deb o'ylab, uningga xushomad qilishga boshladi. "Kelsizlar hada. Muborak qadamlari do'konimizga yetib qopti. O'zlariga nima lozim?" dedi zargar shirin tilini ishqa selib kulimsirguncha. "Men Ostonadan tuqqan yo'qlab kelgan bolam. Kelinim yangi tug'utliq edi. Yurtga qayt qilyapman. Şuna zirdak bir narsa so'qtirg'ash baray dedim," dedi inik ana kibri ustunlik bilan. "Chataq yo'q ada. Ziri deganni ajoyib tizvitimiz. Qolganiga putganni ko'rala. Qancha gram atrofida qilsaq bo'la?" "Jupti 20 gramdan 2 jup bo'lsin." Zargar bu gapni anglab gul qaqalari ejilib ketdi. "Bayam kelinim gapirman deganda qilib edilar. 2 jup bo'lsa bo'laveramdi?" "Hey, adam qirg'an untuq bo'lib qoldi ekan. Yana birini arzuliq qizimga opiraman." "Obdan o'ylabla hadi. Ayol zoti deganning ko'ngli oltinda ichiladi emasmi?" "Shuni bir demislar ukam," dedi inik ana nayt uloq kichiktinib hasratlangan qiyofatda. "Alloh shu qizimning chiroyida baxtni bergini bilan ardin ta'lini bermadi. Oltin kumush deganlarga oilamizda to'kilib turibdi. Lekin shu qizimning oydek ruxsari vaqtsiz xazon bo'ldi deslar ukam." Zargar bo'ytoq edi. U inik aniq sapselib qarab, ko'nglida onasi buncha kelishgan yerda qizi qanchalik chiroyliqda deganni o'ylab, ixtiyorsiz inik ananing bu qiziga qiziqib qoldi. "Sonimiz u talaliq bo'lmabdi-da," dedi zargar inik aniga hisodoshlik qilgan qiyofat. "Yo'qay bolam, uni talog'i chiqargan. Lekin kuyog'ul quloq kasti chiqdi edislar. Qo'lidagi necha do'konni uttirib, yana bo'ldi qilmadi. Dadisi bichora shu atvorli qizning ko'nglini deb mayli o'g'il bola ekan o'ynasin deb olqinini kang ichib cho'ntigini oltin kumushga to'ldirsimi, bu kasofat uyga kelgilolmadi. Qayerlarda yuridi ekan u qimorvoz," dedik enik ana ig'ir hasrat bilan tortdi. "Tov xudoyim, shundaqmi odamlar bo'ladi ekan-a? Qo'liga kelgan omadni bilmaydigan. Nimsin deydiganlar bolam. Deb kelsam qaynab ketaman. Shahar ichidagi uyizimin, do'kon saroylarimiz do'qmush-do'qmushlarni egallab turibdi. Xudoyim menga faqat 2 bola beribdi ekan. Arzuliq o'g'lim savdo qilaman deb Saudiya tarafga ketgancha kirgil olmadi. Anglasak shu yerdagi katta bir boyning qiziga uylanib bola chaqliq bo'libdimish. Amdilikda do'kon saroy etiz ekinlari qaraydigan odamimiz yo'q bo'ldi. Bizmi qerib qoldik. O'lib ketsak beshimizda xatmi Qur'on o'qig'idek o'g'limiz texi yo'q.
Kuyol degan vafosiz paydo bo'lgan bo'lsa, barliq bisatimizni bularga xatlab berib, bizmi Makka tarafga chiqib ketgan bo'lardik desizlar, bolam. Inik ana yalg'ondan ko'z yosh qilib, yag'liqning burjigida yeshim surtgan bo'lib o'ltirdi. Angacha do'kondagi shogird bola zargarning ishoratiga asosan orqa uyga chiqib, choy chaynikni akirib ulgurgan edi. Zargar qiziq choydan bir piyolani Inik anaga qo'sh qo'llab tutib, uning bo'lgan hurmat va mehmondo'stligini bildirdi. Inik ana qo'lidagi choyni po'ylagan bo'lib, zargarga qiziqqan qiyofat sepsilib qarashga boshladi. Zargar ho'shyor odam edi. Ananing o'ziga analarcha qaragan ko'z nuridan uning ko'ngli bir nimani tuyib, yuragi o'ynab ketayotdi. "Men mangay balam, qizim tuqqanlarninkida qolib edi. Ko'zi yo'limda qoldi yaqchan. Mavni alg'ash kelib edim. Bo'lsa, mushuning o'zida so'qib bergan bo'lsizlar." Inik ana shundoq degach, yanchug'idan 7-8 tal oltin tillarni sharaqlatib elib, botkining ustiga qo'ydi. Zargar buni ko'rib hayron o'yas qoldi. Aslida 2 jup zir so'qish uchun eng ko'p bo'lgandimi 3-4 tal tilla bo'lsa yetadi. Hada, bularni nadim saqlagan bo'lg'iydilar? Hozir bundaq ativamonlarni uchratmoq bekli tas bo'lib ketdi. Uning ustiga bu jiq bo'lib ketibdi. Mushuning yerimi bo'lsa kupoya, dedi zargar nayt muloyimlik bilan tillalarni ananing qo'liga sunib. Hech qis yo'q bolam. Bu bir nimalarni ko'tarib yurib nima qilarman? Ko'zimga issiqlik ko'rinib qoldingiz. Ap qo'ying, lozim bo'lib qoladi, dedi Inik ana u oltin tillalarga ko'z qirni solmasdan. Zargarning og'zi qo'lqiga yetdi. U ko'nglida: "Tova, Alloh ega mushkullarda orqa-orqadan beryotdi-ya. Odamning omati kelsa, ishni etib olsa, to'nglikdan tushidi degan ajab rostkan," deganlarni o'yladi. Hada, o'zlari yurtimizga mehmon ekanlar. Navoda meni yod ko'rmasalar, uyim kelib biror piyol chayimga daxil bo'lgan bo'lsalar. Gerçi men bo'ytaq bo'lsam-mu, qo'lim gul mening. Cho'nglarning duosini olmoq bu hunarimdan men afzal hada, dedi zargar ishlarining nayt o'ngishli ketib berayotganligini pamlab. Bo'ladi balam. Hozir Iroq yaqindagi tuqqanlar kelganimizni bilib bizga aram bermayapti. Bir kuni men alaydan bir vaqt chiqarib qizimni elib birga kelay. Shu chaqda o'ltirib aldirmay paranglasharmiz. Men endi qaytay balam. Inik ana o'rnidan turib zargar bilan xo'shlashib do'kondan chiqdi. Zargar Inik anadan ayrilishga qiymagandek, uning agishib ko'chaning xeyli bir yerigacha berib, uni uzitib qo'ydi. Inik ana zargar bilan xo'shlashgandan keyin o'zining plani bo'yicha rastadagi yana birovat ko'chaga ittik qadam bosdi. U boshqalarga o'zining qizining uydan chiqib ketib uyga paydo bo'lmaganligini, qizining ilgari jamiyatdagi yomon odamlar bilan aralashib qolganligini aytib ko'z yosh qildi. Ondan biraylarning orqa rastadagi xon bozorda kechisi ochiladigan bazmixonning borligini, bazmixonini Ismoil Satang deb atiladigan birsining ochdiganligini, bazmixondagi raqqos qizlarning ichida ashundoq narsida qizlarning chiqib qoladiganligini aytib berdi. Inik ana darhol orqa rastadagi xon bozorga oldirdi. U kishilarning ko'rsatmasiga asosan qizil sirlangan cho'ng bir darvozalik uyning eshigini chekdi. Uy ichidan bir xizmatchi chiqib, Inik anadan nima ishi borligini so'radi. Inik ana Ismoil Satang bilan ko'rishadiganligini, muhim ishi borligini aytdi. Xizmatchi uyga kirib ketib, hayal o'tmay Inik anani cho'ng uyning keyindagi qator-qator silingan uylarning eng oxirsidagi bir uyga boshlab akirdi. Bu uy mehmonlarning aram oladigan uy bo'lsa kerak, qat-qat silingan zilchi gilamlar ustida tovar durdunlardan itilgan ko'rpalar, kashlangan yostiqlar shundoq ratlik silig'liq turadi. Inik ana bu uyning zinnatlanishiga qarab, Ismoil Satangning bo'sh odam emasligini bilib, ko'ngildagi planini pishqildi. Shu chaqda sirtdan 40 yoshlar chamosidagi semiz bir kishi ovozini qo'yib etib kulguncha uy ichiga kirib keldi. Inik ana uning bilin to'lg'ab mang'ida qarab, uning Ismoil Satang ekanligini payqadi. "Voy, o'zlarini saqlatib qo'yibdimi-na? Meni nemish bilan izlagan bo'lg'iydilar?" dedi Ismoil Satang Inik ananing puzur, kelishgan turqi qarab kulgunicha.
Özlerini izlep kelishimde azroq hojatim chiqib qolgan edi. Bilmadim, yordam qo'llarini suna olarmikin? Inik ana shundoq degach, nazar ustunlik bilan yanchug'idan 5-6 tal tillani chiqarib Ismoil Satangning oldiga qo'ydi. Buni ko'rgan Ismoil Satang qilg'iliqliq topolmay hijayganicha Inik ananing oldida yukinib o'ltirdi. "Voy, bunchalik qilish ketamdi edi. Nima gap bo'lsa menga daversina. Qo'limdan kelishcha kuchayman. Qani, nima gapdi?" dedi Ismoil Satang ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, qizlardek nozlanib. Undaqda gapni ochiqlada ukam. Ostona shahrida bejirdigan azroq yer ishimiz bor edi. Anglasak, yer ishlariga mas'ul rus amaldor Ostonadan mushurt qarab mengibdidek. Qarasak payti kelgandek turdi. Şoňa kechelep yol yürüp bu yerge yetip keldik. Anglasak uning pul baylıqı hoş yok eken. Lekin güzel nazlılarını yaqtırarmış. Sizni izlep kelişdiki maqsadim ukam. Bizge naz xuluqluq, haqiqiy sahip jamaldan birini tepip bergen bolsanız, eng yaxşısı yaq yurtlik qiz bolgan bolsa, yapqan tuvaq yepib bitib qalsa bolatdi. Bizning begim er kishi bolgaçqa apsiz his qilib meni bu yerga avatdi. İş muvaffaqiyatli bolsa, pulning ko'zi sizga qarab turmaydi ukam. Inik ana bu gaplarni qilib bo'lib, savol nazar bilan uningga qaradi. Ismoil Satang bu gapni anglab, og'zini tutib kulib ketdi. "Voy jinim hada, aran mush ishmidi? Xotirjam bo'lsizlar. Yiroq shahardagi do'stim Nurin Aynaq bilan deyishib qo'ygan. O'ginlikka uning yanida turadigan bir raqqas qiz bu yer kelmoqchi. Anlasam nayti güzel qizmish. Shuningla udullaylim-ye. Yaxshi aytdingiz ukam. Shundoq bo'lsin. Uni elib ketishga o'ginlikka qanday vaqt kelay? So'rinni bu yer tuzmamdi qada. Navad sirti birer ko'ngilsizlik bo'lib qolsa, Nurin Aynaqdan qutulmoq tasdi. Voy jinim, endi qanday qilarmiz? Ismoil Satang chimchiliq parmog'ini tishlab, oldidagi oltin tillalar qarashga boshladi. Uning ko'nglini tushungan Inik ana yanchug'idan yana 2 tal tillani chiqarib, oldidagi tillalarning ustiga ishora qilib qo'shib qo'ygach. Mehmonimiz bek nozukdi ukam. Uni bu yerga boshlab akilish qolaysiz. Şoň uni menga bir kun berib tursangiz. Iş bitganda harduqingizni boshqa chiqarib qo'yman ukam, dedi Inik ana ma'nilik qilib uning qarab. Voy chataq yo'q ada. Undaq bo'lsa, o'g'illik tushdi bir kilanga. U har qancha bo'lsa-mu uni o'ltirib qo'ymas. Ular shundoq qilib o'g'illik tushdi ko'rishadigan qilib xo'shlashdi. Inik ana yo'lda kelguncha Yavuz bagni xiyol qilib, uning izdirgini elish uchun qilgan ishlarining bekor bo'lib ketmasligini Allohdan tiladi. Uning Ismoil Satang bilan deyishgan kunimi yetib kelgan edi. Tushga yaqin Inik ana balani sut onasining yanida qo'yib, kiyim solgan bog'chisini ko'targunicha rastiga chiqdi. Ondan xoli bir joyni tepib, usti-beshini almashtirgandan keyin Ismoil Satangning qishig'iga aldirab mangdi. Ismoil Satangmi o'ziga oldini qilgan bu boyliqdan xushal bo'lib, Inik ananing yo'niga intizor bo'lib turadi. Ishqi qilib Inik ana kirib keldi. Ismoil Satang avvalqidakla silkib Inik ananing oldiga berib, egilib salom qildi. "Voy, endi keldingmi? Yo'llar qarab turg'ul ne vaq? Mangslar o qizni sizga bir ko'rsatay." Ismoil Satang shundoq degunicha Inik ananing qo'lini yetilab mehmonxonaga elib kirdi. Degandek, mehmonxonada ay desa ay emas, kunduz kun emas bir qiz noz bilan o'ltiradi. O qiz Inik anani ko'rib, o'rnidan turib egilib salom qildi. Inik ana raqqas qizni ko'rib, Ismoil Satangdan rozi bo'lib, miqida kulib qo'ydi. Ular o uydan chiqib, bozorning sirtidagi pinhon bir joyga berib, shu yerdagi shildirlab eqayotgan so'ning bo'yida paranglashdi. Gapni agatmay sizga udulli daviray. Bir ishda sizning yordamingizga muhtoj bo'lib qoldim. Bo'lsa, menga bir yordam qilsangiz bo'pti ekan qizim. Inik ana shundoq degach yenidagi 10 necha tal oltin tillarni chiqarib, 8 talni qizning qo'liga tutqizib qo'ydi. Qizchaq ömrida bunchalik chiq oltinlarni tutib baxmagan edi. O bu tillarni qo'lida siqimdab turib, inchik ovozini titirtib so'radi. "Nima ishdi ana o shuncha sirliq?"
Sırlıqmı emas qızım. Bir hesapda bu odatdagi bir ish. Men Astanadagi Hashimboy deganning cho'ng ayoli bo'laman. Uyimizda ish qiladigan bir yigit bor edi. Uni kichigidan boshlab biz bolachilab beqib olgan. Ko'nalar odam bolasi baqsang og'zi burning qon bo'lur deb to'g'ri debdikan. Uning qo'li qiyiq chiqib oldi deslar. Bay akangiz birisining omonatini menga saqla deb berib edi. Men odatdagi oltin kumush o'xshaydi deb mundaqla tiqib qo'yibdiman. Aslida uning ichidagi butunlay qimmatbaholiq uncha marvoyat ekan. Kim bilsin deysiz, uyimizdagi heliq yigit buni ko'rib qolib o'g'irlab ketibdi. Hozirga kelganda bay akangiz yoki omonatni topsan, yoki bo'lmasa u o'g'rini topsan, bo'lmasa so'zing shu deb taloq qilg'iliyotdi. U o'g'ri hozirgacha tepilmadi. Bo'pti, so'zimni olay desam, shuncha yil tutgan uyim, yiqqan oltin kumushlarim ash to'qal xotinlarga shu pet qolgudek. Ayol kishi degan ojiz ekan balam. Bu gaplarni Ismoil Satanga deyishga bo'lmaydi. Shunga menga bir yordam qilsangiz bo'ladi. Inik ana Yavuz Beyni xiyol qilib ko'ziga liqqida yosh oldi. Raqqas qiz bularni anglab yuragi biroz chayq tushgandek bo'lib inik anadan so'radi. Eysizlar ana, men sizga qanday yordam qilaman? Bu oson balam. Anlasak uyimizdagi bu o'g'ri mush bozordagi bir zargar usta bilan bordi keldi qilarmish. Zargar qattiq qaqvash nima ekan, isbusini chiqarmadi. Bakching tutayli desak, ruslar kutgan yerdan chiqmaydi. Shunga biz oldi bilan inik ana qolgan gapni qizning qulog'iga pichirlab so'zlashga boshladi. Qizchaq hamma gapni anglab bo'lib, qaqoqlab kulib ketdi. Xotirjam bo'lsizlar ana. Yilg'u zargar gach emaskan. Navada u gachi bo'lsa-mu, ushaq tilini chiqarib naqsh tovlatqizaman uningga. Amsa ishlar deyishkinimizdek bo'lsin qizim. Atda xush xabaringizni kutaman. Bu ishni yaxshi o'rinsangiz, qolgan bu tangalarmi sizga mukofot. Ular atiganda mush joyda ko'rishadiganga deyishib, yilqi zargarning do'koni bor ko'chaga qarab menishdi. Asrga yaqin zargar do'konida o'tirib, zo'q bilan hunar qilyotdi. Tuyuqsiz eshikdan bir qiz kirib, zil ovoz bilan past yutilib qo'yib, tizib qo'yilgan zinnat buyumlarga qarashga boshladi. Zargar bu yaqimliq ovozdan beshini ko'tarib qizni ko'rdi. Zargar umrida bunchalik kelishgan chiroyli qizni ko'rib baxmagan edi. Uning qo'li ishdan to'xtab, yurkining salg'inini o'zining qo'liga anglashga boshladi. O'zlariga nima lozim ediki? Dedi zargar qizning xuma ko'zlariga qarab. Menga lozim narsa bu yerda yo'qdek qiladi ustam, dedi qiz xijil bo'lgan qiyofatdan nozlanib, kulib zargarga tikilib qarab. Zargar darhol shogirdni choy damlab agirishga buyurib, qizchaqni o'ltirishga taklif qildi. O'zlariga bu yerdan yarg'udek bir narsa chiqib qolasanglim, dedi zargar. Chaqchaq qilib qo'ydim ustam, dedi qizchaq qosh ko'zlarini o'ynatib. Anam qaysi kuni 2 jup zir bo'yirtib qo'ygan chog'i shu yigitning qishig'i berib o'qib kel, qachonlarga butadikin deydi. Ha, sizlar Ostondagi Hoji xonimning qizimi? Dedi zargar texmi qizg'in bo'lib. Hozir yasavatman. Sizlarga yarg'uda qilib yasimsam tashlab qo'ylayli. Qizcha ovozni qo'yib etib, qaqoqlab kulgunicha zargarga chaqchaq qildi. Sizlar yassizlar tashlab etmaymiz. Anqacha shogird bola choyni ko'tarib kirib, o'zining kichikligiga baxmay qizga g'ing'ib qarab kulib turadi. Zargar choy choynigini qo'liga olib, shogirdga alg'iyib qo'yib, qizni gapga soldi. Bugun sizning keldiganliklarini bilmabdiman. Muborak qadamlari do'konimga yetib qopti. Uyga kirib birdam o'ltirib mangsizlar. Sizlarga bir piyol choy tutaysanglar. Bo'ladi. Bugunchi quruq choylarni bo'lsin ichib turay. Qizchaq kulguncha o'rnidan turib, zargarning yo'l boshlashini kutib turdi. Zargar qizni ichkirdagi mehmonxona uyga boshlab qo'yib, shogird bolani do'konni taqab bozordan narsa kerak setib olishga buyurdi. Ondan oldirab qizning qishig'iga kirdi. Qizchaq zargar kirguncha beshidagi sharpini elib tashlab, chiroyli tikilgan duxovi kamzulni selib etib, ichidagi o'tqashdek duxovi ko'ylagi bilan tom o'rilgan sumbul chechini elib, qo'lida o'ynab o'ltirdi. Rastilla onam aytgandek mehr issiq yigitganlar, dedi qiz yigitga qarab.
Az to'la musallas degandek narsalar yo'qmi? Ko'nglimning faqatla aromi yo'q. Zargar azaldan kayf qilmaydi. Lekin u bugun musallas emas, zahar bo'lsa-mu ichishdan yanmaydi. Shunga u oldi keyniga qaramay rastiga yugurdi. Zaminni qorong'ulik bosdi. Hay to'yitigacha dasturxonlar selinib, to'q sutidan boshqa hamma narsalar tizildi. Kulki chaqchaqlar ichida qizchaq bilan zargar qadahlarni to'ldirib rosa ichishdi. Endi zargar aqlidan ezib taq-tuq so'zlashga boshladi. Qizchaq paytning yetib kelganligini bilib, inik onaning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rishga boshladi. Va yig'lamsirab o'ltirdi. Sizga nima bo'ldi? Zargar ajablanib so'radi. Sizga aytmabdiman. Ilgari uydagilar meni birsiga yotli qilgan edi. U vafosir bir qimorvoz chiqib kelib, bu yo'ldan qaytg'ili unmadi. Hatto uydagilar to'yimda elib bergan yeshil olmos ko'zlik zunnorimni o'g'irlab ketdi. Anglasam, buncha cho'nglikdagi yeshil guharning jahonda ikkinchi tepilmasmish. U o'g'irni odam yollab o'ltirib dardim chiqmaydi. Uning kunlarning birida qaytib kelib, g'avg'o ko'tarishidan shunday qo'rqaman dama. Nimishqim Xudoyim menga sizdek yaxshi bir yigitni uchrashtirmagan bo'lg'aydi. U bir badniyat nima? Sizni ko'rsa, sizga qas qilishdan yanmaydi. Mening bu ketkim yo'q. Lekin sizni o'ylab qoldim. Qizchaq yolg'ondan yig'lagan bo'lib turib oldi. Sizning u yo'ldishingiz mendan egiz o'g'illiqmidi? Ha, shunda ko'rganmidingiz? Yardan telib ketib o'lgiydi u ablah. Zargar butunlay aqlidan ozdi. Shunda ko'rgan, u endi qaytib paydo bo'lmaydi. Rasma, gapingiz rost bo'lsa-ku, jinimni desangizmi beratdim. Lekin u nayt eski badbaxt. Uningga baldur o'lim kelmasmikin? Zargar kayfchilikda qizchaqning yaxshi muomalasidan hamma gapni uningga deb bermoqchi bo'ldi. U ablah mening yanimga pat-pat uni buni akilib turadi. Bir kun u siz degan ilq to'yliq melingizni menga akapti. Shuning bilan men u yeshil guharni Ostondagi Shokirxon hoji deganga olib berdim. Shokirxon uni Ostonada turishliq harbiy amaldorga sovg'a qilibdi. Keyin Shokirxon u harbiy amaldorning buyrug'i bo'yicha yo'ldishingizni yoqay, u o'g'rini tutib elib ketdi. Zargar bu gapni po'suqqida deb qizchaqning chiroyiga qaradi. Qizchaq shunda xushal bo'lgan qiyofatda, "Rahmat, ilohim deganingizdek bo'lg'iydi." Buni anglab yurgim biroz joyiga tushdi. U ablahning turmada qabrisiga xoda tiklangay ilohim, dedi. Lekin u qora yuz yana turmadan chiqib qolarmikin deyman. Voy xotirjam bo'ling, menga ishining. Men o'lishgun rus askarlarining buyurtmasiga asosan ularning ayoliga zinnat bo'yim olib bergan edim. Men alaydan shu o'g'rini surishti qilib baxtim. Chunki u meni o'ziga chetib olamdikin deb qo'rqqan edim. Yiliqi quliq uzun rus askarining deyishicha, u o'g'ri turmada yiliqi harbiy amaldorni bo'g'ib o'ltirib qo'yibdi. Shuning bilan boshqalar uni naq maydonda etib tashlabdimish. Bu gap rostkan, sizga qasam qilay. Zargar bulbuldek sayrab qizchaqning ko'nglini o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Qizchaq bu gaplarning rostligiga ishongandek bo'lib, uningga rahmatlar aytdi va uning bilan to'y qiladiganiga va'da berdi. Atsa deganda qizchaq zargar bilan xo'shlashib, heliqi ko'ni joyda inik onaning kelishini saqlab turdi. Va inik ona kelgandan keyin ahvollarning hammasini uningga yipidan yengilsig'icha bayon qildi. Inik ona va'dasi bo'yicha raqqos qizni obdalla rozi qildi. Raqqos qiz bilan xo'shlashgandan keyin inik ona bu gaplarning rostligiga bir oz chin kutgan edi. U eriq livida tizini quchoqlab o'ltirib, uzundan uzun yosh to'kib, Yavuzbekka ich og'ritib yig'ladi. Ondan u bu ishlarni qandaqli bo'lmasin, qog'ozga tafsili putib, Shahzoda Pashaxonning hisob berishiga qoldirmoqchi bo'ldi.